Zarar kunanda nima qilib qo'yding? Bolamas balo bo'lding sen. Qachon aka? Yosh bola-ku, yosh bolaga ham shunaqa muomala qiladimi? Yaxshi ham begona emas, akazi qizlari. Bayada uamam ma'lum qildilar. Bo'ldi qizim, yig'lamang, ha? تنزف ماء في فضاء بين فضاء لا مكان له في الوجود. Bolam, akani o'tganiga ham 2 yil bo'ldi. Bularni o'zini uyiga tashlab kelgan. Sen bizga qaraysanmi? O'zingni bolalaringga qaraysanmi? Bularga qaraysanmi? Onamani yaxshi deb eshiting. San ham eshit. Musulmonlarning uylari ichida eng yaxshisi yetimga yaxshilik qilinadigan uydir. Musulmonlar uyining eng yomoni esa yetimga zulm qilinadigan uydir. Umr ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. Ertami indinmi hammamiz o'lamiz. Menda jannat kalitlari turganda nimaga bularni tashlab kelishim kerak? Abu Dardo radhiyallohu anhu aytadilar: ikki narsadan ehtiyot bo'linglar. Birinchisi yetimning ko'z yoshidan. Yetim kechasi uxlamaydi. U otani sog'inchi, onani sog'inchi bilan uxlamaydi yetim. Bular kechasida Allohga nola qiladi.